Bugun men barcha pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar va ota-onasining bobosi yoki buyisining hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap pensiya guvohnomasi haqida ketmoqda. Ko'pchilik pensiya guvohnomasi bekor qilinyapti. Endi pensiyam to'xtab qoladimi? Imtiyozlardan foydalana olmay qolamanmi? Eski guvohnomani almashtirish kerakmikan? degan savollar bilan xavotirga tushmoqda. Men bugun shu mavzuni oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga tegishli. Chunki bitta hujjatdagi o'zgarish nafaqat pensiya olishga, balki dorixona, transport, sanatoriy, bank, ijtimoiy yordam va boshqa joylarda huquqlardan foydalanishga ham ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday yangiliklarni vaqtida bilgan odam hujjat bilan sarson bo'lmaydi. Avval qanday edi? Oldin pensioner ekaningizni tasdiqlash uchun ko'pincha pensiya guvohnomasi talab qilinar edi. Ya'ni inson pensiyaga chiqqandan keyin unga alohida guvohnoma berilgan. Unda familiya, ism, otasining ismi tug'ilgan sana. Pensiya turi, ayrim hollarda guvohnoma raqami va tegishli tashkilot muhri bo'lgan. Ko'p joylarda pensioner shu hujjatni ko'rsatib, o'z maqomini isbotlagan. Masalan, pensioner dorixonaga chegirma bo'yicha murojaat qilsa, ayrim joylarda guvohnoma so'ralgan. Jamoat transportida imtiyoz bo'lsa, nazoratchi guvohnomani ko'rishni talab qilgan. Sanatoriy yo'llanmasi, ijtimoiy yordam, kommunal to'lovlar bo'yicha ayrim yengilliklar. Bankdagi pensiya kartasi yoki ariza topshirish jarayonida ham odamdan pensiya guvohnomangiz bormi deb so'rash holatlari ko'p uchragan. Endi nima o'zgarmoqda? Asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensioner maqomini tasdiqlashda qog'oz guvohnomaga bog'lanib qolish kamaymoqda. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladigan tizimga o'tilmoqda. Ya'ni odamning pensioner ekanini aniqlash uchun alohida qog'oz guvohnoma emas, uning shaxsini tasdiqlovchi hujjati, JSHSH raqami, elektron davlat xizmatlari, pensiya jamg'armasi bazasi va idoralararo ma'lumot almashinuvi asos bo'la boshlaydi. Bu nimani anglatadi? Bu pensiya bekor bo'ladi degani emas. Bu pensioner maqomi yo'qoladi degani ham emas. Bu faqat tasdiqlash tartibi o'zgarayotganini anglatadi. Oldin pensioner o'z huquqini qog'oz guvohnoma bilan isbotlagan bo'lsa, endi ko'p holatda davlat tashkiloti yoki xizmat ko'rsatuvchi joy o'zi elektron bazadan tekshirishi kerak bo'ladi. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Pensiya guvohnomasi bilan pensiya to'lovi bir xil narsa emas. Guvohnoma bu tasdiqlovchi hujjat. Pensiya esa fuqaroning qonuniy ijtimoiy ta'minot huquqi. Shuning uchun guvohnoma shakli o'zgarsa yoki qog'oz guvohnoma talab qilinmaydigan bo'lsa, bu avtomatik ravishda pensiya to'xtaydi degani emas. Endi kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa. Hozir pensiya olayotgan oddiy yoshga doir pensionerlar. Masalan, 67 yoshli Ahmad aka har oy bank kartasiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Uning eski pensiya guvohnomasi uydagi papkada turibdi. Lekin u pensiyani kartadan yechib oladi. Bunday holatda guvohnoma tartibidagi o'zgarish Ahmad akaning pensiya pulini to'xtatmaydi. Chunki pensiya tayinlangan ma'lumot bazada bor bank kartasi ishlayapti. Unga kerak bo'ladigan asosiy hujjat shaxsini tasdiqlovchi pasport yoki ID karta. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda odamlar ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki nogironlik maqomi ko'pincha tibbiy hujjatlar, TMEK xulosasi, muddatli yoki muddatsiz belgilangan holat bilan bog'liq. Masalan, Dilfuza opa 2 guruh nogironligi bo'yicha nafaqa oladi. Agar uning nogironlik muddati 2026 yilgacha belgilangan bo'lsa, pensiya guvohnomasi masalasidan tashqari nogironlik xulosasining amal qilish muddatini ham tekshirtirib turishi kerak. Chunki to'lov to'xtashiga guvohnoma emas, aynan maqom muddati tugashi sabab bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Masalan, bir oilada ota vafot etgan, 2 nafar farzandga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan. Bu yerda ham qog'oz guvohnoma masalasi asosiy xavf emas. Asosiy masala farzandning yoshi, o'qishi, hujjatlarning to'g'ri topshirilishi va bank rekvizitlarining faol bo'lishidir. Agar farzand 18 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Demak, guvohnoma bekor qilinayotgandan ko'ra pensiyani davom ettirish shartlari muhimroq. 4-toifa.
yaqinda pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar. Masalan, 60 yoshga yaqinlashayotgan ayol yoki 61 yoshga yaqinlashayotgan erkak hali pensiya tayinlatmagan bo'lsa, menga guvohnoma berilmaydimi degan savol emas. Mening ish stajim, ish haqi ma'lumotlarim, mehnat daftarcham, arxiv hujjatlarim to'liqmi degan savol muhimroq. Chunki pensiya miqdori hujjatlarning to'liqligiga bog'liq. Agar 25 yil ishlagan odamning 6 yillik staji arxivda ko'rinmasa, pensiya kam hisoblanishi mumkin. Mana shunday holatda guvohnoma emas, stajni tasdiqlovchi hujjatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. 5-toifa. Imtiyozlardan foydalanadigan pensionerlar. Mana shu joyda ko'p muammo chiqishi mumkin. Sababi ayrim xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar yangi tartibni bilmasligi yoki eski odat bo'yicha guvohnomani ko'rsating deyishi mumkin. Masalan, pensioner poliklinikada, sanatoriyda, transportda yoki kommunal tashkilotda imtiyoz so'rasa, xodim undan eski guvohnomani talab qilish ehtimoli bor. Agar pensionerda guvohnoma bo'lmasa, u darhol endi imtiyozim yo'q ekan deb o'ylamaslik kerak. U shaxsini tasdiqlovchi hujjat orqali bazadan tekshirishni so'rashi mumkin. Birinchi misol, 72 yoshli Maqsuda opa har oy 990 ming so'm pensiya oladi. Uning pensiya guvohnomasi eski, rasmi xira, muhri ham aniq ko'rinmaydi. U dorixonaga borib, pensionerlar uchun beriladigan chegirma haqida so'raydi. Dorixona xodimi guvohnoma eski ekan, buni qabul qilmaymiz deydi. Bunday vaziyatda Maqsuda opa bilishi kerak. Agar chegirma yoki imtiyoz qonuniy tartibda pensioner maqomiga bog'langan bo'lsa, uni faqat qog'oz guvohnoma eski bo'lgani uchun rad etish to'g'ri bo'lmasligi mumkin. U ID kartasi yoki pasporti orqali ma'lumotni tekshirishni, zarur bo'lsa, tegishli tashkilotdan elektron yoki yozma tasdiq olishni so'rash kerak. Ikkinchi misol, 64 yoshli Ravshan aka pensiyaga chiqish uchun murojaat qilmoqda. U 1992 yildan 1998 yilgacha bir korxonada ishlagan, lekin korxona hozir yo'q. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin arxiv ma'lumoti topilmayapti. Ravshan aka pensiya guvohnomasi berilmaydi ekan, endi pensiyam ham bo'lmaydimi deb xavotir qiladi. Aslida muammo guvohnomada emas. Muammo ish stajini tasdiqlashda. U arxivga sobiq korxonaning huquqiy vorisiga, tuman bandlik yoki tegishli davlat arxiviga murojaat qilib, ish davrini isbotlash kerak. Pensiya tayinlangandan keyin uning maqomi elektron bazada saqlanadi. 3-misol, 60 yoshli otaxon bankdan pensiyasini naqd oladi. Bank xodimi undan pasport so'raydi. U esa menda pensiya guvohnomasi bor. Pasport shart emas deydi. Bu yerda ham tushunish kerak. Bank uchun eng asosiy hujjat shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Pensiya guvohnomasi shaxsni to'liq tasdiqlovchi asosiy hujjat o'rnini bosmaydi. Shuning uchun pensioner doim ID karta yoki pasportini tartibda saqlash kerak. 4-misol, bir pensionerning kartasi bloklangan. U guvohnomam bekor bo'lgani uchun pensiyam kelmayapti deb o'ylaydi. Lekin tekshirilsa, bank kartasining amal qilish muddati tugagan yoki karta xavfsizlik sabab bloklangan bo'lishi mumkin. Demak, pensiya kelmasligining sababi har doim pensiya guvohnomasi emas. Sabab bank kartasi, rekvizit, yashash joyi o'zgargani. Qayta hisob-kitob, ortiqcha to'lovni ushlab qolish yoki boshqa texnik holat bo'lishi mumkin. Birinchi nozik jihat, eski guvohnomani tashlab yubormang. Hatto yangi tartibda qog'oz guvohnoma asosiy hujjat sifatida talab qilinmasa ham, eski guvohnoma sizda turishi foydali. Nega? Chunki ayrim joylarda tizimlar to'liq integratsiya qilinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, chekka hududdagi muassasa internet bazasiga kira olmasligi mumkin. Xodim yangi tartibni yaxshi bilmasligi mumkin. Yoki sizdan qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Eski guvohnoma bunday vaziyatda yordamchi hujjat bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchi, nozik jihat bekor qilinmoqda degan so'z odamlarda noto'g'ri vahima uyg'otadi. Hujjat shakli bekor qilishim, lekin huquq bekor bo'lmaydi. Agar sizga pensiya qonuniy tayinlangan bo'lsa, uning to'lanishi alohida tartib bilan amalga oshiriladi. To'lovni to'xtatish uchun aniq sabab bo'lishi kerak. Masalan, fuqaro vafot etgani, noto'g'ri ma'lumot asosida pensiya tayinlangani, nogironlik muddati tugagani, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida yosh yoki o'qish sharti bajarilmagani, chet elga doimiy yashash uchun ketish bilan bog'liq tartiblar yoki boshqa qonuniy asoslar. 3-nozik jihat, har bir imtiyoz pensiya guvohnomasiga bog'liq emas. Ba'zi imtiyozlar yoshga bog'liq, ba'zilari nogironlik guruhiga bog'liq, ba'zilari urush qatnashchisi, mehnat faxriysi, yolg'iz pensioner yoki ijtimoiy himoyaga muhtojlik maqomiga bog'liq bo'lishi mumkin.
Masalan, ikki pensionerning yoshi bir xil bo'lishi mumkin. Lekin biri nogironlik guruhiga ega, ikkinchisi ega emas. Ularning imtiyozlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men pensionerman, demak hamma joyda chegirman bor degan fikr har doim ham to'g'ri emas. 4-nozik jihat. Elektron bazada xatolik bo'lishi mumkin. Masalan, familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin eski hujjatlarda boshqacha yozilgan. Yoki tug'ilgan sana bitta joyda 1972 yil, boshqa joyda 1909 yil ko'rsatilgan. Yoki JSSH raqami noto'g'ri kiritilgan. Bunday xatolar pensioner maqomini tekshirishda muammo tug'diradi. Shuning uchun men har bir pensionerga o'z hujjatlaridagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSSH va yashash manzilini bir xil ko'rinishda tekshirtirishni maslahat beraman. 5-nozik jihat. Telefon orqali kelgan xabarlarga ishonib yubormang. Pensiya guvohnomangiz bekor bo'ldi. Qayta ro'yxatdan o'tish uchun kartangiz raqamini ayting. Pensiyangizni saqlab qolish uchun SMS kodini yuboring. Yangi elektron guvohnoma chiqaramiz, pul o'tkazing degan qo'ng'iroqlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Davlat idorasi sizdan bank kartangizning to'liq raqami, amal qilish muddati, CV kodi yoki SMS kodini so'ramaydi. Ayniqsa pensionerlar bu masalada juda ehtiyot bo'lish kerak. 6-nozik jihat. İşonchnoma orqali pensiya olayotganlar hujjatlarini alohida tekshirish kerak. Masalan, farzand onasining pensiyasini ishonchnoma asosida olib beradi. Bu holatda ishonchnomaning muddati, notarial rasmiylashtirilishi, bankdagi tartib va pensionerning shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Guvohnoma masalasi o'zgargani bilan ishonchnoma tartibi avtomatik ravishda yo'qolmaydi. 7-nozik jihat. Boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Agar pensioner Toshkentdan Samarqandga yoki Farg'onadan Qoraqalpog'istonga ko'chsa, yashash manzili, bank filiali, mahalla ma'lumoti va tibbiy biriktirish masalalarida o'zgarish bo'ladi. Elektron tizimlar bor. Lekin amalda manzilni vaqtida yangilamaslik turli kechikishlarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'chgan pensioner o'zining yangi manzili bo'yicha mas'ul idoralarga murojaat qilib, ma'lumotlar yangilanganini tekshirtirish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Pensioner nima qilishi kerak? Men buni aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, shaxsni tasdiqlovchi hujjatingizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilish muddati tugamagan bo'lishi kerak. Undagi familiya, ism, tug'ilgan sana va JSSH raqami boshqa hujjatlardagi ma'lumotlar bilan mos bo'lishi kerak. Agar pasportingiz eski bo'lsa, rasmi tanib bo'lmaydigan darajada bo'lsa yoki ma'lumotlarda xato bo'lsa, buni vaqtida to'g'rilang. Ikkinchi qadam, pensiya to'lovi kelayotgan bank kartasini tekshiring. Kartaning amal qilish muddati, SMS xabarnoma, bank ilovasi. Telefon raqami va karta bloklanmaganini aniqlang. Agar pensiya odatdagi kunda kelmasa, darhol pensiyam bekor bo'ldi deb o'ylamang. Avval bankdan karta holatini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limi yoki tegishli mas'ul tashkilotga murojaat qiling. 3-qadam, eski pensiya guvohnomangizni saqlab qo'ying. Uni tashlamang, yirtmang, hech kimga bermang. Uyda alohida papkada saqlang. Agar guvohnoma yo'qolgan bo'lsa, vahima qilmang. Sizning asosiy ma'lumotlaringiz bazada bo'lishi kerak. Lekin zarur holatda tegishli bo'limdan pensioner ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma yoki elektron tasdiq olish mumkinligini so'rang. 4-qadam, agar imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, rad javobini og'zaki qabul qilib ketmang. Masalan, sizga guvohnoma yo'q, shuning uchun imtiyoz berilmaydi deyishsa, xodimdan qaysi hujjat asosida rad etayotganini so'rang. Zarur bo'lsa yozma javob talab qiling. Yozma javob bo'lsa, keyin uni yuqori tashkilotga ko'rsatish, shikoyat qilish yoki tushuntirish olish oson bo'ladi. 5-qadam, hujjatlar papkasini tayyorlab qo'ying. Men pensionerlarga quyidagi hujjatlarning nusxasini alohida saqlashni maslahat beraman. Pasport yoki ID karta nusxasi, JSSH ko'rsatilgan ma'lumot, pensiya tayinlangan haqidagi hujjatlar. Eski pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, bank karta rekvizitlari nogironlik bo'lsa, TM xulosasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, tegishli guvohnomalar va o'qish ma'lumotnomalari. Yashash manzili bo'yicha ro'yxat hujjatlari. Bu hujjatlar har kuni kerak bo'lmasligi mumkin, lekin bir kun kerak bo'lganda sizni ko'p yugurtirmaydi. 6-qadam. Elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing yoki farzandingizdan yordam so'rang. Ko'p ma'lumotlar hozir elektron tizimlarda tekshiriladi. Agar o'zingiz telefon yoki internetdan foydalanmasangiz, ishonchli farzandingiz
yaqin qarindoshingiz yoki mahalladagi mas'ul xodimdan yordam so'rang. Lekin bank kartangiz kodi, SMS kodi va maxfiy ma'lumotlarni hech kimga bermang. Hatto qarindosh bo'lsa ham moliyaviy xavfsizlikda ehtiyotkorlik zarur. 7-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilganda savolingizni aniq yozing. Mening pensiya guvohnomam bekor bo'ldimi deb umumiy so'rash o'rniga men pensioner maqomimni qaysi hujjat bilan tasdiqlayman? Mening ma'lumotim elektron bazada to'g'ri ko'rinayaptimi? Imtiyoz olish uchun menga qanday tasdiq kerak? Pensiyam kechiksa qaysi raqamga yoki bo'limga murojaat qilaman deb aniq savollar bering. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. 8-qadam. Agar ma'lumotlaringizda xato bo'lsa, darhol tuzatishga kirishing. Masalan, familiyangiz bir hujjatda Karimova, boshqasida Karimova Z deb turishi muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin tug'ilgan sana, J Shashir, pasport seriyasi, nikohdan keyingi familiya yoki otasining ismida katta farq bo'lsa, bu keyinchalik imtiyoz va to'lovlarda qiyinchilik keltiradi. Bunday holatda FHDYO, migratsiya bo'limi, arxiv, pensiya bo'limi yoki tegishli tashkilot orqali ma'lumotlarni moslashtirish kerak bo'ladi. 9-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod aytmang. Hech kimga bank kartangiz orqa tomonidagi raqamlarni bermang. Yangi pensiya guvohnomasi chiqarib beramiz. Elektron pensiya hujjatini pullik faollashtiramiz. Pensiyangizni oshirib beramiz degan shubhali takliflarga ishonmang. Pensiya masalasida faqat rasmiy davlat idoralari, bankning rasmiy bo'limi va ishonchli davlat xizmatlari orqali harakat qiling. 10-qadam. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini bir marta tekshirib chiqsin. Men buni juda muhim deb bilaman. Ko'p pensionerlar yangiliklarni to'liq tushunmasligi yoki idoralarga borishga qiynalishi mumkin. Farzand sifatida siz ota-onangizning pasporti, bank kartasi, pensiya kelayotgan raqami, telefon raqami, yashash manzili, nogironlik hujjati bo'lsa, uning muddati va imtiyoz hujjatlarini tekshirib qo'ysangiz, kelajakdagi katta muammolarning oldini olasiz. Demak, asosiy xulosa shuki, pensiya guvohnomasi bo'yicha tartib o'zgarishi pensiyaning o'zi bekor bo'ladi degani emas. Qog'oz guvohnoma talab qilinishi kamayishi mumkin. Pensioner maqomi esa elektron bazalar. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat va rasmiy ma'lumotlar orqali tasdiqlanadi. Eng muhimi, hujjatlaringiz to'g'ri, bank kartangiz faol, shaxsiy ma'lumotlaringiz bazalarda mos va imtiyozlardan foydalanish tartibini bilishingiz kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq pasport yoki ID kartangizni, bank kartangizni, eski pensiya guvohnomangizni va pensiyaga oid hujjatlaringizni bir joyga jamlab tekshirib chiqing. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga ham yordam bering. Bitta kichik xato vaqtida tuzatilsa, keyinchalik pensiya kechikishi, imtiyoz rad etilishi yoki idora yurishining oldi olinadi. Sizning hududingizda pensiya guvohnomasi bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Sizdan hali ham eski guvohnoma so'rashdimi yoki ID karta orqali tekshirishyaptimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, chunki pensionerlar uchun muhim bo'lgan o'zgarishlarni men oddiy tilda tushuntirib boraman.